Yangi kelgan o'quvchi. Salom. Yunshin. Isming chiroyli ekan. Nima? Qiz bolamisan? Oy, qanday qarayapsan? Yuzingga qarab g'alati tuyg'ular kelyapti menga. Biroz sovuq tushgandek. Yo, xudo sovuq qotdim. Endi bizni qulimizsan. Siz yigitlar baram ahmoq ekansizki. Oy eshak, nimalar deyapsan? Burningni yerga ishqalab tashlayman. Bu yaqinda ko'chib o'tkazilgan yigit. U yarim chempion Kanuyonni ham yengdi deb eshitdim. Nima qilaylik?